garmsel degan qoida aynan voha uchun xos emas endi bu yo'q. Chunki iqlim o'zgarish sharoitida havo harorati isyapti. Yana 45 ga chiqib ketadimi? 45 darajaliklar bor. Juda ham ko'plab hududlarimiz issig'i his qiladi, kuchli issiqlik hissiyotlari, ya'ni stresslarga uchraydi, nabodot ham uchraydi. Assalomu alaykum, dehqon va fermerlar uchun ob-havo ma'lumotlarini davom ettiramiz. Erkin aka, assalomu alaykum. Demak, o'tgan haftada kutilgandek salqinlik ro'y berdi va o'shani jazirama anomal issiqlardan keyin bu 37-38 daraja ham ancha salqin tuyulyapti. Boshqalarga ham shundaymi, izohlarga yozib qo'ying. Va kelayotgan haftalarda o'zi vaziyat qanday? Yana anomal issiqlar bormi? Assalomu alaykum, Respublika fermerlar kanali kuzatuvchilari. Darhaqiqat biz rekord darajadagi anomal issiqlikdan keyin o'sha o'tgan ko'rsatuvimizda ham aytdik, 20 ga yaqin stansiyalarda 150 yillikdagi eng yuqori havo harorati qayd etildi, ro'yxatga olindi va aholi mana o'tgan hafta seshanbadan boshlab sekin asta o'sha salqinlikka kunduzgi 37, kecha tungi o'sha 20 darajaliklar tana dam oladigan, rohatlanadigan bir vaziyat taqdim etdi va shu bilan birgalikda vodiy viloyatlarida, Jizzax baland tog'larida yomg'irlar yog'di, jala yomg'irlar. Vodiyning o'zida mana Namangan viloyatining shimoliy Yangiqo'rg'on yoki mana bu o'sha hududdan chegaradosh Qirg'izistonning Jalolobod viloyati Olabuqa tumani ko'plab hududlarida do'l hodisalari kuzatildi. Endi bu iyul-avgustda yomg'irlar odatda do'l hodisalari bilan o'tadi. Ayni bo'lib ham mana bu vodiy viloyati shimolida yoki vodiy viloyatining janubida endi sekin-asta faolliklar bo'ladi mana shunaqangi va juda katta masshtabda keng hududlarda do'l yog'ish hodisalari afsuski qishloq xo'jaligi mahsulotlariga, bog'larga zarar keltirdi. Ayni Yangiqo'rg'onning Hadikent, O'zak, mana bu Zarkent degan qishloqlarida o'sha yer oppoq misol oqartiruvchi do'l hodisalari yog'di. Endi bu chegara hududlarga yaqin bo'lgani uchun bizda gidrometrik jarayonda ta'sir ko'rsatishadigan nimamiz bor, boshqa otryad guruhimiz bor, 150 shtat birligi. Ular ham 20 ga yaqin alazanlari, o'sha raketalarni atmosferaga otib, do'lni oldini olishga harakat qilishdi va ayni chegarada endi o'sha har xil muammolar sabab otish mumkin emas chegara hududlariga, shu hududlarda kuzatildi. Ya'ni do'lni oldini olish imkoniyati ular uchun bo'lmadi va kelgusida o'ylaymizki, bunaqangi holatlarni kamaytirish uchun baribir ikki mamlakat o'rtasida mana shunaqangi osilib qolgan masalalarni hal qilishimiz kerak, chunki chegara hududlarda ularga ham yog'adi, ularga ham yog'adi va mana shu masalalarni hamkorlikda ishlashiga yo'lga qo'yishimiz kerak, chunki juda katta zarar bo'ldi baribir iqtisodiy fermerlarga, bog'dorlarga, baribir qishloq xo'jaligimiz uchun yetarli zarar bo'ldi. Endi bu hafta yog'ingarchilik yo'q ekan. Mana uni ham xaritasini joylashtiryapmiz. Hafta davomida o'tgan dasturimizda ham ko'rsatuvdik. O'sha vodiy atroflarida sariq qizil ranglar bor edi. Mana ko'rsatyapmiz. 27-iyuldan 2-avgust, 3-avgust kuniga qadar umumiy 7 kunlikda respublika oppoq rang. Hatto tog'larimizda ham bitta-bitta ko'k ranglar turibdi. Endi bu kuchli jala yog'inlari bermaydi va umumiy bu hafta hududimizda mahalliy havo jarayoni barqaror desa ham bo'ladi. Cho'llarda to'g'ri har kuni kunning ikkinchi yarmida shamollar esadi va sekin-asta havo harorati ko'tarilib boradi. Mana uni ham xaritasini joylashtiryapmiz. Hafta boshida ko'plab hududlarimizda 40 darajalik, mana bugungi kunda janub hududlarimizda 42, keyin seshanba, chorshanba kuni ayni 28-29 iyul kunlari biroz pasayadi. Mana bugunga nisbatan 2 daraja pasaydi, lekin buni aholi ham, nabodot ham sezmaydi, sezilarli emas. Keyin mana nimadan payshanbadan, ya'ni 30-iyuldan boshlab sekin havo harorati barqaror, bu yo'q 3-avgustga qadar har kuni 1 daraja isib borish tamoyiliga uchraydi. Asosiy issiq kunlar shimol hududlarimizda yana 45 ga chiqib ketadimi? 45 darajaliklar bor. 44-45 darajaliklar mana bu Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm viloyati, Buxoro viloyati, Navoiy viloyati cho'l hududlarida ayni juma kuni, ya'ni 31-iyul kunlari kuzatiladi. Keyin issiq havo oqimi nimaga o'tyapti? Respublikaning sharqiga, ya'ni Vohadan sekin vodiy viloyatlarida Surxondaryo, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo, Toshkent viloyatiga o'tib, bu shanba kuni. Demak, haftaning eng issiq kuni aholi zich istiqomat qiladigan hududlar, viloyatlar uchun shanba kuniga to'g'ri kelyapti. Juda ham ko'plab hududlarimizda 42-41 daraja. Bu endi anomal issiq emas. 501-sonli vazirlar mahkamasi qarori bor. Aynan mana shu anomal issiq qaysi paytda qo'llaniladi? Juda issiq degan so'zimiz bor. U qaysi kuchli issiqlik qaysi paytda qo'llaniladi degan bir qoidaga aniqlik kiritib ketilgan. Chunki aholida juda ham ko'p tortishuvlar bo'lyapti. Nimaga oldinlari anomal degan so'z yo'q edi, hozir paydo bo'lib qoldi. O'ylashyaptiki, xuddiki bu hukumat tuzilmalari o'zi o'sha issiqlikka muammolarni kamaytirish uchun tayyorgarlik ko'ra olmayapti-da, to'g'ridan to'g'ri anomal degan nimaga bahonani uryapti degan har xil qarashlar bor, lekin mana o'sha 501-sonli vazirlar mahkamasi qarori bo'yicha biz ishlayapmiz. Unda o'sha kuchli issiqlikka ta'rif berilgan, qaysi paytda 40 darajadan 42 darajaga ortib ketsa yoki mana anomal issiq degani bu cho'l hududlarida 47, 48, 50 darajaga yaqinlashsa qo'llaniladi va bu o'tgan o'tgan safardagi issiqda masalan ko'pchilik his qildi. 5 kun yana ketma-ket bo'lishi kerak. Endi hozirgi issiqligimiz mana ko'rsatyapmiz.
ko'ryapmiz. Demak, umumiy qilib tushuntiradigan bo'lsak, hafta davomida sekin-asta havo harorati ko'tarilib borish tamoyili va dam olish kunlari juda ham ko'plab hududlarimiz issig'i his qiladi. Bu anomaliya emas, lekin kuchli issiqlik hissiyotlari, ya'ni stresslarga uchraydi, nabodot ham uchraydi. Shu bilan birgalikda atmosfera qurg'oshligi deydi, kuchli garmsel hodisalari. Bu endi o'zimiz bilamiz, qishloq xo'jaligi. Garmsel endi o'sha asosan Navoiy, Buxoro hududlarida, to'g'rimi? Ha, cho'l hududlarida va sekin-asta endi buni nima yog'ingarchilik kam bo'lgandan keyin sekin-asta bu o'sha uni ham o'zining darajalari bor-da. Masalan, kuchsiz, kuchli, o'rtacha, garmsel deb tushuntiraylik, aholi tushunadigan tilda. Buni o'zi ilmiy nomi bor. Atmosfera qurg'oshligi deyiladi, zassuha deyiladi. O'sha bo'yicha tushuntiradigan bo'lsak, sekin-asta mana bu vohadan endi vodiy hududlari ham kuchsiz, o'rtacha garmsellarni his qilyapti. Garmsel degan qoida aynan voha uchun xos emas endi bu yo'q. Chunki iqlim o'zgarish sharoitida havo harorati isyapti. Mana ko'ryapmiz, vodiyda ham o'tgan nimada 44 darajaliklar kuzatildi. Farg'onada kuzatildi, Namangan shahrida kuzatildi, Qo'qonda kuzatildi 44 daraja. O'tmishda 100 yillik, 120, 150 yilda kuzatilmagan bunaqa havo. Demak, sekin-asta aynan mana bu vodiy viloyatlarida ham sekin-asta o'sha garmsel hodisalariga, moyil hududlarga aylanaveradi. Chunki iqlim o'zgaryapti. Endi nimaga uchun bularda kuchli o'sha quruq qishloq xo'jaligi his qilmayapti degan savolga albatta baribir yashillik bilan qadaladi. Yashillik ancha bu hududlarda baribir o'sha havoni kuchli. Endi vodiyda necha darajagacha isidi? Vodiyda 41-42, rosa bo'lsa 41 ga chiqadi. O'tgan issiqlikda 44 darajaga chiqqan masalan. Qashqadaryo, Surxondaryo? Qashqadaryo, Surxondaryoda ayni dushanba kuni 42-43lik va ularda ayni issiq kunlar payshanba, juma kunlariga ayni 31 avgust kunlariga to'g'ri kelyapti. Bu hududlarda 45 daraja, 44 darajaga ko'tariladi. Umuman respublikada hozirgi to'lqin bu termik depressiya emas, bu o'zimizni mahalliy issiq havo oqimi deb tushuntiring. Bu issiq havo oqimi ham masalan o'tmishlarda 45 lik bermaganda endi. O'tmishlarda 43 lik, 42 lik bergan. Endi iqlim o'zgarish sharoitida bu ham 45 beryapti. Bu ham o'tmish termik depressiyalarga o'xshab ketyapti. Chunki butun dunyodagi vaziyat issiq havo oqimlarining kuchi endi ko'proq, quvvati ko'proq bo'lyapti. Shuni hisobiga bizda o'zimiz o'rgangan mahalliy havo oqimlari ham o'sha o'tmish termik depressiyalarga o'xshayapti va tungi haroratlar mana bu haftadagi tungi haroratlar baribir biroz kunduzgi haroratlarni kompensatsiya qiladi. Ya'ni kim o'sha dimlik kechasi salqin, kechasi tongi muddatda, tungi va tongi kechasi endi bu bitta isigandan keyin, bitta havo namlik ko'tarilgandan keyin dimlik bo'ladi. Bo'ladi yoz kunlarida, lekin tongi yarim kechasi tungi muddatlarda endi uyquga ketayotgan paytingizda ham ko'chada dim havo bo'lmaydi. Sal bo'lsa-da tanda dam olib, uyqu melatonini ham yaxshi bo'ladi. Navoiy, Buxoroda qanday? 44 daraja. Navoiy, Buxoro chorshanba kunidan sezishni boshlashadi. 44, 43 daraja, mana uni ham xaritasini joylashtiryapmiz. O'zi sekinlashtirilgan xaritasi bor. Foydalanuvchilar to'xtatib foydalanishyapti. Chunki bizda imkoniyat yo'q, cheklangan. Hozir intervalimizda masalan 10 minutlik, 10 daqiqada bir haftalikni bo'lib ham respublikaning 1000 ta sarhadi uchun har kunlik 7 kunlikni imkonsiz bu. Izohlarda va'da bergan. Biz xaritalarni joylashtiramiz. So'rayapman. Xaritalarni sekinlashtirib, endi o'zingiz resurslaringizdan foydalanasiz. Bunaqa paytda o'zingiz lokatsiyangizni qidirib topasiz. Biz atayin mana bir haftalik maksimal havo harorati qanaqa bo'ladi joylashtiryapmiz video animatsiyani. Demak, ya'ni hammani savollariga javob berish 10 daqiqaning ichida imkonsiz. Katta rahmat va albatta izohlarda fikr va tanqidlaringizni albatta yozib qo'ying. Shunga ko'ra keyin ko'rsatib tayyorlaymiz va ko'ryapmizki, ko'rsatuvimizni ko'plab insonlar kuzatishyapti bizni. Lekin kanalimizga ulanganlar kamroq ekan. Nisbatan ko'rayotganlarga nisbatan keyingi videolarni tezroq va har doim ko'rish uchun kanalimizga ulab qo'yib, albatta bizni qo'llab-quvvatlang va videoni kerakli odamlarga tarqatib qo'ying. Sog' bo'linglar.